Assalomu alaykum. Farzandlarimiz ko'zimizning oq qorasi. Ularning bir joyi og'risa, ota-onaning ham halovati bo'lmaydi. Shu bois ham kelajak avlodlarimiz salomatligiga be'tibor bo'lmaylik. Ushbu eslatma bilan Sog' bo'ling telejurnalini boshlaymiz. Tibbiyot sohasida faoliyat yurituvchi klinika va mutaxassislar uchun ajoyib imkoniyat. Endilikda siz klinikangizdagi yo'nalishlar, malakali shifokorlar, zamonaviy tibbiy jihozlar orqali qilinayotgan amaliyotlar haqida barchani xabardor qilishingiz mumkin. Bu borada Toshkent telekanali Sog' bo'ling telejurnali yaqindan yordam beradi. Hamyonbop narxlarda reklama vaqtlarini band qiling va o'z biznesingizni rivojlantiring. Aksiya va turli bonuslarni qo'ldan boy bermang. Bugun dasturimizda Bolalar milliy tibbiyot markazi faoliyati bilan qiziqamiz. Buyrak transplantatsiyasi. Bolalarga kimlar donor bo'lishi mumkin? Qizil o'ngach kuyishi va yallig'lanmasligi uchun ota-onalar nimalarga ahamiyatli bo'lishlari kerak? Demak, bizdan uzoqlashmang. Dasturimiz davomida sizni qiziqtirgan savollarga birgalikda javob izlaymiz. Xalq salomatligi va sog'lom millat genofondi har bir davlatning muhim boyligi sanaladi. Bugun nafaqat mamlakatimizda, balki Markaziy Osiyoda yetakchi tibbiy muassasalardan biri bo'lgan Bolalar milliy tibbiyot markazi bunga yaqqol misoldir. Hozirgi lavhamizda markaz faoliyati va yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishtiramiz. Markaz 280 ta o'ringa ega 4 qavatli davolash korpusi va 12 ta bo'limdan iborat. Poliklinikada kuniga 250 nafargacha bemor qabul qilinadi. Bolalarda organlar va tizimlarning tug'ma hamda orttirilgan poroklarni tashxislash va murakkab jarrohlik davolash ishlari amalga oshiriladi. Uning laboratoriyasida esa mingdan ortiq turdagi keng tarqalgan va noyob tadqiqotlar amalga oshirib kelinmoqda. Markazimiz GC akkreditatsiyasi, ya'ni o'sha Amerikaning xalqaro akkreditatsiyasini qo'lga kiritgan yagona markaz hisoblanadi. 17-yilda qurilish jarayonlariga start berilgan va 20-yil mayidan ambulator poliklinika hamda statsionar bo'limlarga faoliyati boshlangan bo'lib, 21-yil yanvaridan xirurgik bo'limlar hamda operatsion blokimiz ishga tushirilgan. O'sha bugungi kun jahon tibbiyotida fikrlay oladigan, fikr yurg'iza oladigan mutaxassislarga ehtiyoj bo'lgan va bu ham o'ylangan shifokorlar, hamshiralar hamda texnik xodimlardan iborat mutaxassislar klinika ochilguniga qadar Koreya davlatida o'sha o'qib, malakalarini oshirib kelishgan. Shunday amaliyotlar O'zbekiston oldida muammo ediki, yaqin yillargacha bolalar kardiak xirurgiyasini men misol qilib aytaman. Yaqin yillargacha bolalar tug'ma yurak nuqsonidan tug'ilgan bolalar oxirigacha amaliyot o'tkazilmagan. 10 yilda 2000 ta amaliyot bajarilgan bo'lsa, hurmatli prezidentimiz o'tgan yil bizga pulini ajratib berib, 5 oyda 2000 ta amaliyot bajartirganlar. Oldinlari 2000 ta bola 10 yillar davomida amaliyot kutgan va ular amaliyot navbatini kutib o'shanga yetib bormagan bolalar ming afsus bo'lgan yoki butun umr amaliyot o'tkazib bajarib bo'lmaydigan nogironlikkacha yetib borgan bolalar mavjud. Bunday klinikalarning qurilishi bu xalqimizga bo'lgan alohida e'tibor. Markaz eng zamonaviy diagnostika jihozlari bilan ta'minlangan. Jumladan magnit rezonans tomografiya, multispiral kompyuter tomografiya, DNK analizatori hamda onkologik kasalliklarni bir necha yil oldindan aniqlaydigan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Bugungi kunda markazda 160 dan ortiq shifokor va 320 dan ortiq hamshiralar faoliyat olib bormoqda. Aynidan biz markazning kardioreanimatsiya bo'limidamiz va mazkur bo'lim boshlig'i Alimov Ahror aka hozir yonimdalar. Ahror aka o'zi umuman bugungi kun holatiga ko'ra bo'limda necha nafar bemor jonlantirish holatida? Kardioreanimatsiya bo'limimizda hozir 11 ta bemorimiz bor. Har bitta bemor bu kardiojarrohlik muolajasidan keyingi bemorlar, hattoki tug'ruqxonada tug'ilgan
tug'ilishdan oldin poroki borligi aniqlangan yoki tug'ilgandan keyin aniqlangan bolalarni biz tug'ruqxonadan to'g'ri markazga o'tkazib, bu yerda jarrohlik qilish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Markazda chaqaloqlik davridan boshlab kardiak jarrohlikni rivojlantirish uchun hamma sharoitlar yaratilgan. Hatto respublikada birinchi bo'lib yuqori chastotali sun'iy o'pka ventilyatsiyasini amalga oshirmoqdamiz hozir. Bu chaqalog'imiz yurakda tug'ma nuqsoni, qorinchalar aro to'siqning defekti bo'lgan. Ularni jarrohlik amaliyotidan keyin 3-4 kun o'pka sun'iy ventilyatsiyasi apparatida kuzatamiz va sun'iy apparat fonida uni o'ng qorincha tizimidagi bosimini tushirishga harakat qilamiz. Tushirganimizdan keyingina u apparatdan o'chirilib shunday holatga keladi. O'zi ovqatlanishni boshlagandan keyin ota-onasini qo'liga bo'limga biza o'tkazib beramiz. Bugungi kundagi markazni uskunalari bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Janubiy Koreya uskunalari. Qolgan uskunalar bu Yevropa uskunalari hisoblanadi. Har bir qulaylik ularni ishlata olsa, bu eng asosiysi bemorni vaqtida vaqtli va juda ham yaxshi sifatli ota-onasiga qaytarib berish imkoniyatini beradi. Biz hozir murg'ak jussasida jarrohlik amaliyotini o'tkazayotgan bolajonni kuzatib turibmiz. Aytishim mumkinki, chindan hayot kurashlardan iborat va ayni payt go'dakning hayotini saqlab qolish, uni yana sog'lom hayotga qaytarish uchun bir guruh o'z ishining ustasi bo'lgan shifokorlar bor imkoniyatlarni ishga solmoqdalar. Bugungi operatsiyamizni boshqalaridan farqli o'laroq 40 kunlik chaqalog'imizda transpozitsiya magistralniy sosudov deydi. Yurakdan chiqayotgan yirik tomirlarni o'rnini almashib chiqqanligi transpozitsiya magistralniy sosudov hamda ko'p miqdordagi qorinchalar aro devorini nuqsoni. Bir bosqichda murakkab nuqsonni ham tomirlarni o'rnini joyiga almashtirib qo'yish hamda bir necha yurakdagi teshiklarni bir vaqtning o'zida hammasiga yamoq qo'yib yopib chiqish muvaffaqiyatli operatsiyamiz. Reabilitatsiya jarayoni qancha davom etadi-yu, endi u bolachani, go'dakni yuragini sog'lom deb aytsak bo'ladimi bu jarrohlik amaliyotidan keyin? Bu nuqsonimizni yaxshi tomoni ham shunda, erta davrda shoshilinch operatsiya qilinishi kerak. Vaqtida to'g'ri qilingan operatsiya bolani kelajakda butunlay sog'lom bo'lishiga olib keladi. Markazda yiliga 3000 dan ortiq murakkab jarrohlik amaliyotlari amalga oshirilmoqda. Ilk bor umurtqa pog'onasi qiyshiqligi kasalligining radikal korreksiyasi, buyrak yetishmovchiligi va oqqon xastaligi bo'lgan bolalarda suyak ko'migi transplantatsiyasi amaliyotlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Sababi buyrak transplantatsiyasi yaqin yillargacha chet elda bajarilgan va o'zim ham bir necha marta talabaligimda guvohi bo'lganmanki, o'sha buyrak transplantatsiyasini bajarish uchun uyimizni sotib borib kelganmiz degan bir necha marta o'zim guvoh bo'lganman. Hozirgi kunda hattoki kam invaziv metodikalar bilan, ya'ni o'sha laparoskop ishtirokida biz buyrak transplantatsiyasini bugungi kunda markazimizda o'zimizni mahalliy mutaxassislar bilan amalga oshirmoqdamiz. Bu viloyat darajasiga, hattoki tuman darajasiga buyrak transplantatsiyasi tushdida va bu davlat byudjeti mablag'lari hisobidan qoplab berilishi yoki o'sha xalqimizga juda qimmat bo'lmagan mablag'larga buyrak transplantatsiyasini amalga oshirilishi bu xalqimiz uchun yaratilgan imkoniyat va alohida e'tibor. Bu amaliyotlar yaqin 10 yillikda bajarilmagan. Bundan bir necha yil avval yurtimizda buyrak va jigar transplantatsiyasi amaliyotlari o'tkazilmasligi bois bemorlar xorijiy mamlakatlarga davolangani borishga majbur edi. So'nggi yillarda esa bu amaliyotlarni O'zbekistonning o'zida bajarish yo'lga qo'yildi. Bu albatta quvonarli hol. Bolalar milliy tibbiyot markazida o'tgan davr mobaynida bolalarda buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti mahalliy mutaxassislar ishtirokida amalga oshirib kelinmoqda.
Tanamizning har bir a'zosi nozik, ularning barchasiga alohida e'tibor va parvarish kerak. Bulardan biri bu buyrak. Surunkali buyrak kasalliklari butun dunyodagi kabi O'zbekistonda ham dolzarb muammolardan biri bo'lib, o'lim ko'rsatkichining yuqoriligi, moliyaviy xarajati kattaligi bilan ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar qatoriga kiradi. Buyrak juft a'zo hisoblanadi. Buyrak bu ajratish sistemasiga kiradi. Keraksiz zaharli moddalarni ajratib boradi. Organizmni tozalab turadi. Bolalarda hozirgi kunda biz uchratadigan kasalliklarimizdan ko'proq siydik yo'llari anomaliyalari bilan buyrakni o'ziniga taalluqli bo'lgan kasalliklar, ya'ni noma'lum etiologiyali buyraklarni bujmayishi bilan bolalarda ko'proq hozir uchratayotganimiz, keyin gen tomonidan ham mutatsiyaga uchrab shunaqa holatlar kuzatiladi. Unaqa holatlar ham bo'ladi. Birinchi navbatda bolada qovoqlarda shish bo'lishi mumkin. Oyoqlarda, keyinchalik oyoqlarda shish bo'lishi mumkin. Siydik miqdorining kamayishi mumkin. Agar siydik miqdori kamaymasdan turib ham bolada ko'ngillanishi, qaytqilish, lohaslik shunaqa holatlarda ham namoyon bo'ladi. Ishtahani yo'qolishi, har qanday bemorda shunaqa bolachalarda bezovtaliklar kuzatilsa, buyrak faoliyati bilan ham qiziqib analizlarni ko'rib qo'yish kerak bo'ladi. Tashxislash buyrak hujayralarining holatini aniq baholash, ularning qay darajada shikastlangani, kelgusida davo muolajalari qanday olib borilishida ahamiyatli hisoblanadi. Kasallikning kelgusidagi holatini belgilab olish uchun buyrak biopsiyasi, ya'ni teri orqali igna bilan ishlab turgan buyrakdan kichik namuna olinib, murakkab laborator tahlillar o'tkaziladi. Zamonaviy tashxis usullarimiz bor. Birinchi navbatda UZI qildiramiz. Ba'zi bemorlarimizda shu bel sohasida og'riqlar bo'lishi, peshob qilganda achishlar bo'lishi bilan bezovta bo'lishi mumkin. Keyin ko'proq bolachalarimizda urologichki tug'ma siydik yo'llarining kasalliklari bilan paydo bo'lib namoyon bo'ladi. Boshda u bartaraf qilinadi, yana ma'lum muddat o'tgandan keyin unda yana qaytadan yo'llarida muammolar paydo bo'ladi, infeksiya tushishi, shunaqa holatlar bilan buyrak faoliyatining buzilishi bo'lishi mumkin. Ularni oldini olish uchun albatta bolalarga qat'iy e'tibor qilish kerak bo'ladi. Ya'ni yeydigan ovqatlarigacha tuzli ovqatlarni, sho'r bunaqa ovqatlarda erkin hozirgi kundagi har xil ichimliklarni ichishdan gazli anaqalarga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Ba'zida nefrotik sindrom yoki tug'ma glomerulonefrit chaqaloq tug'ilganidan keyin 1-2 oy ichida yoki 6 oygacha bo'lgan davrda boshlanadi. Bolada ular 1 yil ichida namoyon bo'lsa, tug'ma kasallik sifatida tan olinadi. Ularning paydo bo'lishiga homiladorlik davrida, bola buyraklari rivojlanishi jarayonida genlar mutatsiyalari sabab bo'ladi. Bola tug'ilgach sun'iy apparatga ulanadi. Bunday apparatda bemorning qoni tozalab turilsa va uning tana vazni 10 kilogramga yetsa, buyrak transplantatsiyasi o'tkazish tavsiya etiladi. Buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti ko'rsatma nefrologlar tomonidan tasdiqlanadi. Ya'ni unda o'sha buyrak kasalligini o'zini bosqichlari bor. Bizda oxirgi bosqichda 5-bosqichimiz terminal bosqichi hisoblanadi. Bu terminal bosqichda bu yallig'lanish holati orqaga qaytmaydigan holat. Ya'ni buyrak faoliyati butunlay buzilgan. Ma'lum muddatga ba'zilarda vaqtinchalik buyrak faoliyatini bajaruvchi gemodializ apparatiga ulanadi-da, amaliyotga, buyrak transplantatsiyasiga tayyorlov amalga oshiriladi. O'sha zamonda. O'shangacha bo'lgan vaqtda buyrak o'z faoliyatini bajarmay qo'yganda, o'sha gemodializ seansida bo'lib turadi ma'lum muddatga. Hozirda mamlakatimizda zamonaviy tibbiyot sabab buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotini ham amalga oshirmoqda. Mazkur yo'nalishda shifokorlarning tajriba va ko'nikmalari oshirilib, bugungacha turli yoshdagi bolalarda ko'plab buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotlari bajarildi. Bugungi kunda biz 8 yoshdan 13 yosh, 14 yoshgacha bolalarda amaliyot o'tkazildi. 6 ta amaliyot o'tkazildi turli viloyatlardan. Hozirgi kunda muvaffaqiyatli
amalga oshirildi. Hozir uylariga javob berilgan. Ular uyiga javob berilgandan so'ng o'sha yashash joyidagi nefrologlari nazoratida bo'ladi. Doimiy davlat tomonidan beriladigan dorilar ichib turiladi. Dorilarni qondagi konsentratsiyasi, ya'ni miqdori berilgan normativ bo'yicha tekshirib turiladi. Donorlar kimlar bo'lishi mumkin? Bular yaqin qarindosh, ya'ni ota-onalar, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka va opa-singillar, er-xotinlar, farzandlar, buva va buvilar, nabiralar, shuningdek, er-xotinning ota-onalari, tug'ishgan yoki tutingan aka-uka va opa-singillar bo'lishi mumkin. Bizda tayyorlov jarayoni 15 kun, 1 oygacha davom etishi mumkin. Ya'ni donor tanlashimizda juda ahamiyatga katta kasb etadi. Ya'ni donorimizni to'liq tekshiruvdan o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi. Donorimizda qo'shimcha kasalliklari bo'lmasligi kerak bo'ladi. Chunki donorimiz u sog'lom odam bo'lishi kerak. Asosan qarindoshlari bo'ladi. Bizda hozir O'zbekiston Respublikasini mana shu inson a'zolari va to'qimalarini ko'chirib o'tkazish to'g'risidagi qonuni tasdiqlangandan beri 22-yil 26-aprelda tasdiqlangan. Shu qonun bo'yicha ish olib boriladi. Ana shunda ko'rsatib o'tilgan, shu qonunda to'liq shu normativlari ko'rsatib o'tilgan. Ko'p hollarda dastlabki muolajalardan so'ng bemorning ahvoli ancha yaxshilanadi. Ota-ona ko'zi bilan qaraganda bola mutlaqo sog'lomdek ko'rinishi ham mumkin, lekin uning buyraklaridagi faol va jiddiy kechayotgan kasallik jarayoni faqatgina o'ta sezgir peshob hamda qon tahlillaridagina namoyon bo'ladi. Amaliyot donorimizdan zamonaviy usullarimiz laparoskopiy usulda olinadi. Bizning tilimizda laparoskopiy deyiladi. O'rda hech qanaqa katta kesimlarsiz mayda teshiklar anaqada monitorda ko'rib ajratib nima qilinadi. Bemorimizga o'tkazib, yuvib, tozalab qo'yiladi. Ochiq usulda albatta. Amaliyot 3 soat, 3,5 soat davom etadi. Jarayon 2 operasionda davom etadi. Bir vaqt o'zida. Kasallikning oldini olish uchun turli yuqumli kasalliklarni o'z vaqtida davolatish, organizmdagi infeksiya o'choqlarini yo'qotish, organizmni chiniqtirish muhim ahamiyatga ega. Homilador ayollarimiz vaqti bilan mutaxassisga uchrab, peshob holatini tekshirtirib turishlari lozim. Bolalarga amaliyotdan keyin to'liq dieta taklif qilganmiz biz, ishlab chiqilgan. U dieta butunlay bu sog'lom odamlikdan farq qiladi. Farq qilgani bizda har xil go'shtli mahsulotlarni iste'mol qilmaydi. Ular qovurilgan mahsulotlar, achchiq ovqatlar, achchiq sho'r qat'iy e'tibor qilinadi. Keyin non mahsulotlariga ko'proq e'tibor beriladi. Sabzavotlar iste'mol qilishi mumkin. Sabzavotlardan ham hammasini emas. Qizil o'ngach ovqat hazm qilish tizimi a'zosi hisoblanadi. Keyingi vaqtlarda bolalarda tashqi ta'sirlar sabab uning kuyishi, torayishi yoki tug'ma berk bo'lish holatlari ham kuzatilmoqda. Yaqin yillargacha yurtimizda qizil o'ngach muammolari bilan tug'ilgan chaqaloqlarni saqlab qolish imkoni bo'lmagan. Endigina dunyo yuzini ko'rgan farzandining jarrohlik stoliga yotqizilishi ota-ona uchun albatta og'ir. Hozirda esa malakali mutaxassislar va zamonaviy tibbiyot sabab buning chorasi bor. Qizil o'ngach halqum bilan oshqozonning kardial qismini bog'lovchi muskuldan iborat nay hisoblanadi. Qizil o'ngachga kirish qismi yuqori kurak tishlari chegarasidan hisoblanganda o'rtacha 14-15 sm joylashgan. Qizil o'ngach bu asosan ovqat hazm qilish tizimi a'zosi hisoblanadi, ya'ni ovqat massasini og'iz bo'shlig'idan bu oshqozonga o'tkazib beruvchi a'zo hisoblanadi. Bu a'zo ko'krak qafasi orqa mediastinal bo'shliq bor, o'sha sohada joylashgan bo'ladi. Bolalarning yoshiga qarab turib uni uzunligi o'zgaradi. 3 ta toraymasi bo'ladi, yuqori, o'rta va pastki bo'laklarida. O'z toraymalari o'sha ovqat luqma tushgandan keyin o'shani harakatini harakatlantirib, ovqat massasini oshqozonga o'tkazib beradi.
Qizil o'ngach sohasidagi aksariyat og'ir xastaliklar shilliq qavatning shikastlanishi tufayli kelib chiqadi. Ba'zan shoshib ovqatlanish yoki quruq yeguliklarni yaxshi chaynamasdan yutish ham qizil o'ngachning ichki nozik shilliq qavatlarini shikastlantirishi mumkin. Bolalarda ko'pincha qizil o'ngach kasalliklari tug'ma yo orttirilgan bo'ladi. Tug'ma kasalliklariga bu qizil o'ngach atreziyalari kiradi va orttirilgan, ya'ni bola tug'ilgandan keyin kelib chiqadigan kasalliklar uchrab turadi. Undan tashqari bolalarda ko'pincha 2 yosh, 3 yoshli bolalarimiz ko'pincha o'sha yerdagi narsalarni og'ziga tiqish xususiyatiga ega. Ular hamma narsani og'iz bilan sezadi. Shuning uchun ko'pincha qabulimizga keladi, shunaqa holatlar bo'ladi. Nina yutib qo'yadi, tanga yutib qo'yadi yoki bo'lmasam batareykalar deymiz. O'shalarni yutib qo'yish holatlari ham juda kelib turadi, ko'p keladi. Eng asoratlisi bu batareyka hisoblanadi. Bilasizlar, batareyka o'zidan ishqor ishlab chiqaradi. U o'sha joyda turib qolgan paytda o'zidan o'sha ishqor ishlab chiqarib, o'sha joyni o'zini kuydiradi. Kuydirish hisobiga u joyda ham chandiqlanish, to'rayish kabi holatlar, yo bo'lmasam o'sha qizil o'ngach teshilishi holatlari kelib chiqishi mumkin. Biz ko'pincha yosh bolalarni nazoratsiz qoldiramiz va natijada ular qo'llariga tushgan narsani og'izlariga solib, tanishib ko'radi. O'tkir tig'li buyumlar, dori vositalar, kimyoviy vositalarni yutib yuborganda qizil o'ngach kuyishi yoki teshilish holatlari ham kuzatiladi. Bunday vaziyatda vaqtni o'tkazmasdan zudlik bilan shifokorga borish zarur. Ko'pincha bizning klinikamizga o'sha bolalar kuyishdan keyingi asoratlar bilan keladi. Ko'pincha ro'zg'orda ishlatiladigan kimyoviy vositalarimiz, yuvadigan narsalarimiz ko'pincha kimyoviy ishqoriy mahsulotlar bular. O'shani bexosdan bolalar olib choy o'rnida yo bo'lmasa qanaqadir napitik deb ichib qo'yadi, bilmasdan qoladi. Keyin bolada ko'pincha o'sha 2-3 sutkasiga borib bolada tiqilish boshlanadi, og'izdan so'lak oqish boshlanadi, quyuq ovqatlarni yutolmay qoladi, qayt qilish boshlanadi. Bolada temperatura bo'lishi mumkin boshqa. Bolalarda qizil o'ngach devorlari shikastlanganda u torayadi va bu holat ovqat yurishning qiynalishiga olib keladi. Bunda bemor dastlab quyuq, keyinchalik suyuq ovqatlarni ham yuta olmay qoladi. Agar yutish buzilishi bemorning hayotiga xavf tug'dirsa, shifokor tomonidan bemorni maxsus naycha orqali ovqatlantirish buyuriladi. Tashqi usullari, demak, eng oddiydan boshlaymiz. Bu rentgen kontrast moddani o'sha rentgenoskopiya apparati bor, o'shani tagida ko'riladi. To'rayish bor yoki yo'qligini shunga qarab turib, keyin biz bu bola uchun endoskopiya tekshiruv kerakmi, kerak emasmi, shunga qarab baholaymiz. Ayrim chaqaloqlarda qizil o'ngachning berik bo'lishi, umuman bo'lmasligi yoki o'pkaga borib ulanishi kabi holatlar uchraydi. Bunday vaziyatlarda faqat jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. Amaliyotdan keyin kelajakda hech qanday asorat qolmasligi ham muhim hisoblanadi. Qizil o'ngachning o'zini kuyish darajalari bor. Buni endoskopik yo'l bilan ko'ramizda. Shilliq qavat, shilliq osti, muskul qavat deymiz, advensiya qavatlari bor. O'sha qavatlarni zararlanishiga qarab turib darajasini qo'yiladi. 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalari bor. Bolani davolash taktikasi ham shunga qarab keyin belgilanadi. Bir xilda bo'ladi, juda ham kuyish darajasi 3-chi daraja, o'sha uni operatsiya qilib yo bo'lmasa balon dilatatsiya qilib bo'lmaydigan holatga keladi. Bunaqa paytlarda bu qizil o'ngach transplantatsiyasi deyilamiz. Ya'ni qizil o'ngach olib tashlanib, o'rniga yo oshqozondan yo bo'lmasa ichakdan qizil o'ngach yasash operatsiyalari bor. Bu operatsiyalar bizning markazda qilinyapti. Kasallar nafaqat O'zbekistondan, qo'shni davlatlardan ham mana hozir operatsiyadan kelib chiqdim. Bittasi Qozog'istondan, bittasi Qirg'izistondan. O'sha kuyish bilan kelgan, o'zlarida davolangan, ularda hali ham o'sha ochiq usulda operatsiya qilingan, ip qo'yilgan, o'sha ip orqali bujlanib yurilgan. Hozir o'sha 2-chi, 3-chi kelishi iplari olingan. Bola o'zi ovqatlanadi bemalol. O'sha etapga kelib turadi. Kelib davolasini olib chiqib ketadi, 2 kun ichida chiqarsa olamiz unaqa. Aytish mumkinki, qizil o'ngach kuyishi va shikastlanishida jarrohlik amaliyotlari dunyoning sanoqli davlatlarida faqatgina o'ta malakali jarrohlar tomonidan amalga oshiriladi. Bolalar milliy tibbiyot markazida ham ana shunday yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'zlashtirildi. Bu esa nafaqat markazning, balki milliy tibbiyotimizning ham katta yutug'idir. Bu kasalimiz Anvar Zakariyo 8 yoshli bolamiz, O'sh viloyatidan kelishgan. Bular ham 1 yil oldin o'sha qizil o'ngach kuyishi bilan turar joy bo'yicha, ya'ni O'sh viloyatining o'zida davolangan.
Bular faqat shu operatsiya yo'li bilan gastrostoma chiqazib, ip orqali bujlanib yurgan. Jarohatlari bitib ketgan, chandoqlari ochiq usulda oldin qo'yilgan, gastrostoma chiqarilgan, o'sha ip orqali o'tda mahalliy joyda bujlangan. Hozir bu iplarni olib tashlaganmiz, hech qanaqa iplari yo'q. Bola bir kun yotadi, shu bilan ertasi kuni chiqazib yuboramiz. Hakimzodayev Muhammad Rizo 3 yil oldin ishqor kimyoviy vositasi chistikazan bilan kuygan. Buniki og'ir holat bo'lgan, 3-darajali kuyish bo'lgan. Shunaqangi nima bo'lgan, o'sha buniki bo'lmaydi, qizilongachni almashtirish kerak degan nima paytda bizning markazimizga murojaat qilib keldi. Hozir bular ham etapli ballonning dilatatsiya amaliyoti bajarilmoqda. Hozirgi ahvoli yaxshi, ovqatlari yaxshi o'tyapti. Qusishlari yo'q, qaytqirishlari yo'q, so'lak oqishlari yo'q. Hozir ahvoli yaxshi. Kuyishdan keyin yuzaga keluvchi qizil o'ngachning chandiqli torayishini davolash konservativ va jarrohlik usullaridan iborat. Qizil o'ngachning o'tkazuvchanligining funksional buzilishini 1-3 darajasida konservativ davolash qizil o'ngachni bujlashdan iborat. 4 va 5 darajasida esa qizil o'ngach plastikasidan iborat. Qizil o'ngach kuyish darajasiga qarab turib, operatsiyadan keyin 1 oy, 2 oygacha maxsus o'zini dietalari bor. Ya'ni bu hazm qilish qiyin bo'lgan oziq-ovqatlardan o'zini tiyadi. Masalan, qo'rma ovqatlarni yemaydi, qo'rma ovqatlar. Iloji boricha ko'proq o'sha yengil hazm bo'ladigan bo'lmasa mana shu maxsus ovqatlarni maydalaydigan apparatlari bor. Cho'rka deymiz, mana blender deymiz. O'sha orqali eritib turib, bo'tqa shaklida beriladi. Hurmatli ota-onalar, qiziquvchan va sho'x bolalarni doimiy nazorat qiling. Turli buyumlar, kimyoviy va ishqoriy vositalarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang. Birgina nojo'ya harakat ularning sog'lig'i va kelajagiga daxl qilishini unutmang. Mana aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham oxirlab bormoqda. Farzandlarimiz va ularning salomatligiga doimo e'tiborli bo'ling. Ko'rsatuvimizda ta'kidlab o'tilgan bolalar kasalliklari bo'yicha yetarli ma'lumotlarga ega bo'ldingiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Shu nuqtada sizlar bilan xayrlashamiz. Yana sog' bo'ling ko'rsatuv orqali ko'rishguncha.